وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. İslam dini er-ayal o'ttirisidagi munosabatga qanday qaraydi? Mazkur munosabat qanday qilganda haq-huquq va mas'uliyat ustiga ta'sis qilindi? Erning ustiga ayoli uchun sarf qilishi vojib bo'lgan nafaqalar nimalardan iborat? Nima uchun er kishining oilasi uchun sarf qilgan pul mili eng afzal mol deyiladi? Alloh taolo Qur'on Karimda ular bilan chiroyliqcha uy tutinglar deb bayon qilgan. Ya'ni bu oyatninki mazmuni nima ma'noni ifodalaydi? Bu program jarayonida yuqoridagi savollarni Qur'on va sunnat nur ostida yo'ritib berishga tirishimiz. Bu suhbatimizda kishilik turmushda ijtimoiy aloqa, haq-huquq ve mas'uliyat, shaxs ve cemiyet arasındaki kişilik münasebet, İslami prinsip yol yo'riqi bilan tartiblangan bo'lg'achqa, bugungi suhbatimizni cemiyetin asası bo'lgan oiladan, ya'ni islom dini er-ayol arasidagi munosabatni qanday tartiblanganligini chiqish qilgan asosda so'zimizni ayollarning erlar ustidagi haq-huquq va mas'uliyatlari haqida boshlaymiz. Bugungi bu suhbatda Allohning muvaffaqiyat qilishi bilan men Nizomiddin Tamkini Ustoz Muhammad Ali bilan ikimiz bir araya keldik. Hurmatli qarindoshlar, undaqda bugungi suhbatimizning temasi ayollarning erlari ustidagi haqlari degan temada to'xtalamiz. Hurmatli ustoz, bugungi suhbatimizningki mehmini bo'lishibdingiz bilan sizni qarshi olamiz. Hurmatli qarindoshlar, bu munosabat bilan hammalarga Allah'ın salamını, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bilen başlayımız. İnsan hayatında er-ayollik münasebet, ömürlük ve ehemmiyetli bolğanlık için mavzu kirişten burun bu münasebet doğrusu kısaca to'xtalib o'tsak deyman. Undaqda biz İslamda haq-huquq ve mas'uliyat prinsiplerini qanday barpo qilganlik to'g'risida kısaca to'xtalib o'tsak, qani, marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bu yerda bir inchki muhim nuqtadan birisi var. Yani o olsa Müslümanlar dunyosidagi eng muqaddas aloqa, muqaddas munosabat oila munosabati. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sura Nisoning 21-oyatida Estaizu billah ve kayfa ta'khudunahu وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Er-ayol o'rtasidagi munosabatni bu oyatda qattiq munosabat. Yani odatda normal g'aliz degan ibora bir narsaning haddidan oshgan bir darajasini ifodalaydi. Nimishqa Qur'on er-ayol o'rtasidagi munosabatni bu darajada qattiq munosabat yoki mustahkam bir aloqa degan ifodalar qo'llanadi desa, chunki er-ayollik munosabat mayli shaxs olsun yoki bir jamiyat olsun bunun kelgisini belgilaydigan bir munosabat. Masalan deyli bir kishi to'y qildi. Allah bununla avlod verdi. Agar er-ayol munosabati buzilsa, oiladagi bir muncha bolalar jamiyatda yetim holatda ko'chaga chiqadi. Bunda deganlik bu bir oila buzildi la deganlik bo'lmasdan cemiyetinin kelgüsü hem bozuldu deganlik oldu. Çünkü ailedeki balalar bizden kelgüsümüz, cemiyetinin kelgüsü hesabında. Şu noktadan biz er-ayol o'rtasidagi munosabatni İslam'daki en mukaddes münasebet deyishimizning sebebi. Tabii ki bu münasebet en mukaddes münasebet olgan İslam bununla şartlarını koygan. Bu münasebet için. Bu münasebette nurgun mesuliyet ve hukuklarını belgeleyen. Allah'ınki bunu belgen körsetmesinde bunu kıl, onu kılma deydiğen bir talimatlar oldu bu münasebetki qarta. Şoňaşqa Peygamber aleyhissalatu vesselam
Allah subhanahu wa ta'alanınki Qur'an-ı Kerim'deki şu ayal münasebetlerini ifadelerine göre hayatıda aile kuruluşuna, aile münasebetini müstehkemleşke intayin köngül bölgen. Mesela Qur'an-ı Kerim'de Allah özününki barlığı ifadesi şekilde ve min ayatihi degan bir ibarəni qo'llanudu. Bunu hem öyle biliriz. Mesela ve min ayatihi'l leylu ven nahar ve şems vel qamar. Mesela büyük çoğun Allah'ın barlıq birlikini ifade edilen alametlige ve min ayatihi degan ifade qo'llanılgandan başka bu ifade yana ayal oturduğu münasebet kimi qo'llanıdı. Nimdeydi o? Surrum'un 21. ayetinde ve min ayatihi en halaka lekum min anfusikum azvaca. Yani ayal münasebetini mu Allah subhanahu ve taala Allah'ın barlıq birlikini ifadeleydiğen kişiler bir oyunu pekişke tegişlilik bir münasebet sıfatı Kur'an'da ifadeleydi. Yani bu ayal münasebeti bir ilahi lahiye. Bizden içtimai cemiyetimizdeki ilahi lahiye. Ayal oturduğu münasebetinden asas olsa ayal oturduğu mihri nimo muhabbet. Ayal oturduğu mihri muhabbet. Bu hesapta yeni bir ifadelesek ilahi plan. Bu dünyanın kelgüsü için, kişilerin davamlıq, neslinin üzülüp kalmasılık için, cemiyetinin ki normal tertibini saklaş için ilahi bir plan. Yani ayal oturdu ki sağlamlık, manajkıtka vakti, münasebetinin sağlamlığı. Hem de bunda oğayken tabii ki insanın yaratılma kurulması, psikologiyalik yoki başka noktasını etken vakitte bir kısım meseleler yüz bürüdü. Mesela ayal oturdu ki bazı kilişmeslikler, bazı avarçılıklar mesela, bazı karma karışılıklar yüz bürüdü. Bu bir kisel, xuddi insanın bedende peyda olan kiselge okşar bir kisel hesaplanıp bunu hal qilish kerak, yani davolash kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam yani bizge bo'lgan kuyinishi, mehribonligi nuqtasidan Allah subhanahu wa taala nimdep ifadaldi Rasulullahni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Yani Rasulullahni bizge, yani özünün ümmetiga nisbeten intayin kuyimchan, bizning ishlarimizga kuyunudu, bizni suyudu. Bu şekilde keldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu xil şekilde əvətilişi, Allah'ın bizge bo'lgan köngül bilişi, Allah'ın bizni yaxshi ko'rishi, bizge yaxshilik iroda qilishi amaliyotda. Şoňa başka Peygamber aleyhissalatu vesselam nurgun ko'rsatmalarni bizge bergan. Bu ko'rsatmalarning asosi nima asosda bo'lgan desa, musulmonlarning har bir oilada baxt, saodat shakllansin degan nuqtadan Rasululloh erning ayol ustidagi haq-huquqlarga munosabatlik, erning ayol ustidagi haq-huquqlarga munosabatlik bu aloqani normal saqlab qolishning asosini yaratadigan nurgun shartlarni Peygamber aleyhissalom o'tirg'a qo'ygan. Yani bu noktadan bugünkü sohbetimizden asas ettiğimiz ne? Biz bu noktadan başlayışımızdan sebebi çünkü bu bir ayalının bir aile kuruş meselesi emas, belki kelgüsü yaratış meselesi. Biz bununla sohbetimizden ahırısıdır mı devam kılımız ama ayal oturduğu münasebetine düşünüşte muşta çönsek buludu. O zaman biz yukarıda bayan kılıngan mukaddimege asasen sözümüzde ayallarının hakkırları to'g'risida başlasak, nokta fiqhshunos olimlar nafaqa haqqi deb atagan ayollarninki birinchi haqqi bo'lgan bu mavzu haqida boshlashni to'g'ri ko'rdim. Allah subhanahu wa taala Qur'on Karimda Auzu billahi minashshaytonirrojim liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yani bu oyatning umum mazmunida har adam o'zininki iqtisodiy ahvoliga, iqtisodiy sharoitiga ko'ra o'zininki boyligiga yarasha ahli ayollari va farzandlariga xarajat qilib berishini tavsiya qilish bilan birga, ya'ni mundaqchilab bilsak, rizqi kang odam u o'yincha, rizqi tar odam u o'yincha o'zininki ahvoliga qarata ahli ayollarga xarajat qilib berishni bayon qilingan oyat va shunga o'xshash Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida ayollarning erleri üstüdeki hakları yemek içmek ve kiyim keçek, qatarlıq turmuş zörül bo'lgan ehtiyojlarni öz ahvoliga ko'ra sarf qilishga buyuruydiganligi hammamizga ma'lum. Yuqorida bayon qilingan oyat va hadislar, ya'ni undan boshqa oyat va hadislar bor.
Yuqoridagi oyat va hadisninki ro'yga asosan biz birinchi haq bo'lgan nafaqa haqlarining o'lchami nimalardan iborat va uni kishilik turmushda qanday tatbiq qilishimiz mumkin? Ayolning chiqimlarini, xarajatlarini hal qilish erning ustidagi birinchi mas'uliyat. Yani ulamolar bu haqda mayli ayol kishining kiyim-kechak, yemek-ichmak yoki boshqa chiqimlarida o'rta hal yo'l tutishni tavsiya qiladi. Chunki sura Isroning 29-oyatida Alloh subhanahu va taolo iqtisod sarf qilishning prinsipini bizga bayon qilib, "Va la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unqik va la tabsutha kullal bast." Yani bak qulağını yığıvanma ve pütüleyme qanaqvatma echadi. Bu hamda ameliyatda hamma sohaga qaratilgan bir prinsip. Ama biz bugün so'zlayotgan temaga qaratamiz, mushu prinsip maskiladi. Yani oilaga chiqim qilishda biz bayatdikki, mas'uliyat erning ustida. Yani ayolning bütün chiqimlarini, oilaning chiqimlarini hal qilish, xarajat qilish erning ustida. Ama bu o'rta hal, normal shaklda bo'lishi kerak. Hamda bu yerda bayatdan sizlar o'qigan hadisda Payg'ambar alayhisolamdan kelgan, ya'ni ayolning er ustidagi haqqi nima deb so'ralgan savol haqida, sen uni yemek-ichmak, kiyim-kechakini qana qilishing, berishing kerak degan ifodada sen o'zing yavatgan, o'zing kiyayotgan degan bir ifoda bor. Bu bizga nimani ifodalaydi desa, ayolini rozi qilish uchun, yani hadidni aşkan bir talepler olup qalğan taqdirde. Onun her adamның maddi talebi o'xshamaydi. Ba'zilar qanoatchan keladi, ba'zilar qanoatsiz keladi, o'zining normal maddi talebidan aşkan taleplarni o'tirib qo'ydi. Kishi shu ayol kishining hadidni eshib ketgan talebini qondirish uchun normal yo'lsizlik, normal yo'ldan chiqib, yo'lsizlik ishlar bilan shug'ullanish, qonunsiz ishlar bilan shug'ullanish, Allohni norozi qiladigan bir ahvol bor. Hadisda ayol kishining eri ustidagi haqqi nima degan savolga berilgan javobda dal shu nuqtaga ishorat qilgan shaklda berilgan javob. Ya'ni kishi o'zining iqtidori yetadigan doirada. Yani bunu biz o'rta hal deb tushunsak bo'ladi. Hamda kishining kerimi munchilik doirada, ayol kishining talabi munchilik doirada bo'lib qolsa, buni qondirish uchun yo'lsiz, boshqalarning haqqiga tajovuz qiladigan ishlar bilan shug'ullansa bo'lmaydi. Ya'ni kishi o'zininki imkoniyat doirasida, mas'uliyatsizlik qilmagan shaklda, o'rinli qilmagan shaklda ayol kishining butun chiqimlarini qamdishi, ustiga elishi kerak. Sahoba ayollarningki bunda bir tavsiyasi var. Yeri öydün ayrılıştan ilgiri sahabe ayollar eriga mana tavsiya qiladi. Allohdan qo'rqin. Biz ochliqqa chidaymiz, ammo haromga chidamaymiz. Bu xil tavsiya bizning ayollarimizmi o'rganishga tegishlik tavsiya. Yuqoriki ben bayon qilgan kiyim-kechak va nafaqa, yemek-ichmak va kiyim-kechak berish erning ustiga vacib bo'lgan to'g'risida bayon qilingan hadisning oxirida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya'ni yataq uydan boshqa uyga to'shak ayirmaslik to'g'risida bir iboratlar zikr qilindi. O'z navbatida bu vaqtda hozirroq to'xtalib o'tsak bu hadisda nima demoqchi endi? Ya'ni bu noktada ayol kishi eriga yordam qilish kerak. Yani birisi kelib, ben ayolim ne deb, ayolim uchun ben maaşını qilaman, ayolim ne deb, maaşını qilaman, balalarım deb, maaşını qilaman, razı qilmasam bo'lmaydi. Ular uchun her ishni qilaman desa, biz ona deymizki, yo'q deymiz. Biz suhbatimizning oldida o'qigan Payg'ambar alayhisolamning hadisi bunun ishorat qiladi. Ya'ni ayol kishining iqtisodiy jihatdagi chiqimlarini qamdash kishining imkoniyat doirasida bo'ladi. Mayli yemek-ichmak, mayli kiyim-kechak jihatda. Qanaqdir ayol kishini rozi qilish uchun jinoyat, ma'siyat, gunoh ishlarga qadam olishni shariat kishiga taklif qilmaydi. Ya'ni erlarninki ahli ayollarga pul mol sarf qilishi, kunlik turmushiga aloqador bo'lgan butun nafaqalarni hazırlab berish to'g'risida kelgan ba'zi, ya'ni bir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi hadislari bor. Buni biz zikr qilib o'tsak, masalan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahli ayollarning ehtiyojiga sarf qilgan pul bilan ajrda eng buyukdir deydi bir hadisda.
Yana bir hadisda Alloh yo'lida qilingan chiqim, qulazat qilish uchun qilingan chiqim, miskinga berilgan sadaqa, ahli ayollarga qilingan chiqim qatorliqlar ichida ajrda ahli ayollarga sarf qilingan pul mol eng afzal moldir deyilgan hadisim bor. Nima uchun insonning ahli ayollarga sarf qilgan xirojda eng afzal va ajri buyuk mol deyiladi? Endi bu yerdagi savolga nisbatan boshqalarning agar sen yordam qilishni xohlasang, sen yordam qilasan normalda. Ve başka kişiler olurdu. Mesela biz hazır yardım qilish doirasida eng afzal doiraning gapini qilyapmiz. Mesela ailega sarf qiladigan, sirtqi sarf qiladigan o'xshash ikki yo'lning ichida qaysi afzal desa, ailega sarf qilgan afzal deymiz. Nimishqa? Chunki ailening sirtidagi kishilarningki senden başka yeni kimseler var. Başka kişiler olurdu. Sen yardım qilsa, yana birisi yardım qil. Ama senin aileninki senden başka bir kişisi yok. Bu noktadan senin ailenin birden bir yalğız mesuliyet ilgisi sen. O noktadan özünün mesuliyet dairesini, yani ilgisiz mandaqçıtqa vaqtda onunğa chiqim qiladigan birisi yok tarafni aldı bilen bir taraf qilish, onun ehtiyacını qamdash, bu en afzal hisoblanadi. Yani hadislarda ifodalangandek ayolingning eg'izlig'a bir tal narsani selishing, bir qo'shiq yemeklikni selishing, masalan, bu bir o'zi sadaqat, yani yaxshilik degan ifodalaydi. Yani bu subhanalloh, yani demak hadisdagi ayolingninki ağzıga bir yutum bir qo'shiq suv ichkizib qo'ysam sadaqa bo'ldi demakchi, yani savob bo'ldi demakchi. Bu nokta bir nuqul bir narsa yegizish ifodasi emas. Yani bu ayol o'tirdiki muhabbat ifodasi, sevgi ifodasi. Bu arqılık, bu muhabbet, bu sevgi texmi chingaydi. Bunun nima ta'siri bor degan vaqtda biz hozir jamiyat qurilish haqida gapiramiz. Chunki biz oila munosabatini biz nim deb tushundik hisobda, jamiyatning kelgusi deb tushundik. Sen bilan ayolingning munosabati chingib, o'tirda mehr muhabbet shakllandi degan gap, o ailedagi balla undan xushal bo'ldi degan gap. Yani her ayol o'tirdagi muhabbet ailedagi ballaga yetkiladi ameliyatda. Ballaga qilgan bir so'g'imiz bo'ldi bu. Mesela ayoli erininki japa tortib, ishlab, ailaga chiqim qotqanlarini biladi, ko'radi. Bundan suyunadi. O'tirdi mehr muhabbet paydo bo'ladi. Ballari dadasininki ailaga japa tortib, ishlab, sarf qilayotganligini ko'radi ve anası bilan dadasining o'tirdagi mehr muhabbatni ko'radi. Ballarning o'tirida, yani qalbida mehr muhabbet tuyg'usi bilan tirishchanlik tuyg'usi, boshqalar uchun bir qurbonlik berish tuyg'usi tang yetiladigan gap. Bu noktadan ailesiga qilgan har qanday bir xirojat, hatto eg'iziga sap qo'ygan bir luqma tomoq qadar Allohning nazarida eng afzal nim bo'lishi, chiqim hisoblanishining sababi yana bu. Endi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki şu ayolni bir öge ekilip, ikkisine mani eri, mani ayoli o'tirdan balalar maydonga keladi degan shaklda o'rinlashtirilishi Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinlashadigan yaxshi amal qilish fursat ekanlik amaliyati bizga. Bu mayli erga nisbatan yoki nimaga nisbatan, ayolga nisbatan bo'lsin. Yani sen ailangdan chiqmay turiblar. Üzerinin dairesinden halkımağa asasda yaxşılık yollarını tepip algan bolsa. Çünkü ayalın sen üçün bir yaxşılık qilish yolu, balaların sen üçün bir yaxşılık qilish yolu mesela. Bu şekilde düşünüş gerek. Yani aile normal bir adam tegiş plan ödüp gidilgan bir narsa emas. Yani er ve ayal, er ulusubtu bilen ve özgü üstüge algan mesuliyetler bilen, ayal ulusubtu bilen ve özgü üstüge mesuliyetler bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki rızalık yetiştikki birinci kadem. Yani birinci yol, fursat mandaqçı ettiği vaqtda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani bir hadis isim kılvatıdı bir yerde. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki bergen kol, algan koldun üstün, nefika berişine ailenden başla. Degan bu hadis xuddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yuqorqi hadisda bizni ailega xarajat qilishga, yani bexillik qilmasdan o'z yo'li bilan o'zimizniki kunlik turmushimizga yetarlik topqinimizga ko'ra
ailemizga yaxshi bir turmush sharoiti yaratib berishga buyurayotganda qilamiz bu hadisda nima? Albatta, bu savolga kelishning oldida ilgirki so'zimizning oxirida bu savolga munosabatlik bir tarafini davomlashtirsak, biz bayatdan oila amaliyotda yoki ayol kishi olsun bir Allohga yaqinlashishninki bir fursati dedik. Chunki inson oila qurgandan keyin shu oilasiga chiqim qilish, shu oilasininki iqtisodiy tarafini qamdash uchun o'tirg'a chiqadi. Masalan, 4 fasl almışdı bizde. Issiq oludu, suğaq oludu, orta hal ahvallar oludu, buran çıkıdı, yağmur yağıdı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın muşu 4 faslini muş şekilde yaratışı. Şu hadiselerin hemen şu şekilde orunlaştırılışı, eminiyette insanın şu hadislerden faydalanıp iqtisad erişiş, rızık izdeş, her xil kasblarla şoğullanish uchun yaratib bergan bir fursat. Masalan, yağmur yağgan vaqtda yağmurdan foydalanib pul topadiganlar va issiq bo'lgan vaqtda issiqqa tayinib pul topadiganlar va so'g'aq bo'lgan vaqtida so'g'aqqa tayinib pul topadiganlar va shuning bilan Iroqdan qaraganimizda oila sababli qurilgan bu muqaddas aloqa bo'lgan oila sababli hamma kishi harakatga keladi. Her fasl, her hadise, her holatlarning hammasi qaynab tashqinliqqa to'ladi, jamiyat bir xil qiziqilliqqa uytidi. Yine shunga munosabatlik ayol kishi hatto iriga bergan bir yutum suduma ajr va degan bir hadis var İmam Ahmadninki Rasulullohdan rivoyat qilgan. Demak, yuqorqi ahvol qargan vaqtda mayli Qur'oni Karimninki ayetler olsun yoki hadis mazmunlari bo'lib qolsin, oilaninki dinimizning asosiy taraflaridan birisi ekanligi, er kishilar ayol kishining o'ttirisidagi aloqaning mehr muhabbat ekanligi, amaliyotda oilaning jamiyatning kichik bir kartinasi ekanligi, oilaning munosabatining qanday bo'lishi jamiyatning munosabatining shunday bo'lishini belgilaydiganligini ifodalaydi. Endi sizlar so'rgan savolga kelsak, yana shu bumi umumiy nuqtadan aytilgan prinsip o'ziga olgan bir hadis Imom Buxoriy Abu Hurayradan rivoyat qilgan. Ya'ni yaxshilikning eng afzali, sadaqaning eng afzali eng yaxshi tarafidan qilingan sadaqa. Ustun qo'l, tuvan qo'ldan yaxshi. Demak, insonning asli izzati normal dunyoda davomli boshqalar uchun berishdi bo'ladi. Bu berish, bu qurbonlik berish, mayli nima bersang berish, mayli moddiy jihat, mayli ma'naviy jihatdan boshqalar uchun harakat qilish oiladan boshlanish kerak. Nimishqa takror da'vatimiz oila jamiyatninki, butun jamiyatninki hul asosi, jamiyatninki muhim halqasi. Ya'ni dinimizning umumiy ta'limotiga ko'ra din jamiyatimizda amillishidir. Deganimizdek jamiyatninki asosi oila. Ailenin asası ayol o'tirdiki nima munosabat. Shu ayol o'tirdiki munosabatni inchki hal qilish, noziklik bilan hal qilish, mehr muhabbatga aylantirish mohiyatda oxirisdagi eng oxirgi nuqta bo'lgan jamiyatninki o'rtaq birligiga, jamiyatninki mustahkam bir, yemirilmagan, ixtilof bo'lmagan, o'zaro adovat bo'lmagan, chechib ketmagan bir jamiyatga aylanishninki tub muhim asosi. Ama biz aile munosabatini shunchalik ko'tarib, masalan, buning yaxshi tarafini elib, ta'riflayotgan vaqtimizda yana tavsiya qilganimiz, bayatni deb ketib qoldik. Cho'qim aile munosabatidagi chiqqan va boshqa talab hammasi normal bo'lishi kerak. O'qib o'tdik. Va la taj'al yadaka maghlulatan ila unqik va la tabsutha kullal bast. Ya'ni butunlay quyutishga bo'lmaydi, yig'ib olishga bo'lmaydi. Ya'ni ehtiyojga asosan normal yo'l tutish. Bu mayli tarafga qaratilgan yoki ayol tarafga qaratilgan bo'lsin, o'xshash bir talab. Hurmatli ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Yuqorida biz erlarning ustiga ayollarga nafaqa berishning vojiblik to'g'risida to'xtalib o'tdik. Allah razı olsun. Hem de biz, yani sizden bir sual sorsam, turmuşta qanoatsizlik tüpeyle erlerinin pul tepiş için haram yollarını tanlashıga sebepçi bo'layotgan bazı ayollarga nima deymiz endi? Emniyette bu ayol erini haddidan ziyoda chiqimga zo'lab, majburlab, erining yo'ldan chiqishiga sabab bo'layotgan bu ayol o'zini kutib turayotgan oqibatninki nima ekanligini tushunmaydi. Bu noktadan kelib chiqqan ahvol. Asli masalaga ayirib
sebep netice noktasını tahlil kılalasa, ayol kişi o derecede haddini aşmaydı. Yani biz de otur hal yol çıkım kılışta bu asli kaide. Ayetinin talebimiz şu. Hadisinin talebimiz şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam mu Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınan bir hadiste "A'zamun nisa'i bereketen eyseruhunne maune." Yani çıkımı az ayal, yani çıkımı yengil ayal bereketteydi. Nimişqa? Çünkü er kişi özünün taqatidin aşkan bir çıkımgan, zorlangan vaqtida, mecburlangan vaqtida hemeden bilimiz er kişinin bir gururu var. Meyli ayalı aldıdı bolsun, yoki ballar aldıdı bolsun, ularni incitishni, ularni yegi qartishni asla xalamaydi. Şuna ularga bildirgen ve bildirmegen şekilde ularning ehtiyojini qamdash uchun ba'zi ishlarni qilishga majbur bo'ladi. Yani bazı yolsuzluklar, kanunsuzluklar, şeriat çekilgen işlerini kılıdı. Neticede, bunun neticesi tabii ki ailege yaxşılık ekemeydi. Ya bugün, ya ete, ya o türme kirdiğin ahvallar olup kalıdı. Meselen değil, cinayet görüp kaldığı ahvallar oldu. Ballarının geliğe, haram lokma kirgizdiği ahvallar oldu. Bunun vabali şu ailege kaydı. Eğer şu ayal bu akıbetini bilse, her gün irininki kerimidin, irinin taqatidin aşkan şekilde çıkımga mecburlamaydı. Allah razı olsun. Yani bir sual sorsam, mesela bu mu şu nafakaga alakadarlık sual. Mesela eğer ayallarınki muqim bir aylık maaşı bolsa, yani şu ayallarım ularınki erlerininki yani nafakasını qilib berishi vacip bolamdı? Meyli ayalının iqtisadi turmuşu erininkini qanchalik yuqurib ketsin. Mesela bugün günümüzde ayallar işleydi, ayallarning muqim maaşı var. Ama şeriatninki talebi, taqazzası ailenin bütün çıkımlarını erinin üstüge yükleydi. Lekin ayal kişinin iqtisadi tarafta bir sel qo'li uzun, diginimizdeki muqim maaşı var. İqtisadi er kişinin artıq olib qalgan, er kişi qiynalib qalgan ahval aslida ayal kişi özü razı olgan şekilde. Çünkü aile mehr muhabbetle ötüdüğün aile. Bir adam yani birisini yaxşı görgen bolsa, özü yaxşı görgen kişininki hergiz qiynalib qalışını yaxşı görmeydi. Yani köngülden çıkırıp erini iqtisatlarını təminlese bu ayal kişiге katta ecir olur. Çünkü bizde de en ebzel sadakat kimden başlanğan? Yaqinlardan başlanğan sadakat. En ebzel Allah'ın nazarında ebzel hesaplanğan, çıkım kılınğan mal pul, yaqinlarga kılınğan, çıkım kılınğan mal pul. Ayal kişiye nispeten en yakın olan kişi kim hesaplanıdı? Eri hesaplanıdı. Lekin yani texme xulasılasak meseleni texme aydınlaştırıp ayal kişi qanchalik bayop ketsin eğer özü xalamasa ayal kişinin üstüge aile çıkımlarından hiç nime mecbur emas. Bütün aile çıkımları erinin üstüge keledi. Biz sözümüzde hala ayallarning erler üstündeki hakları doğrusunda to'xtalib o'tyapmiz. Nafaq to'g'risida to'xtalganimizdan keyin endi biz ikkinchi bo'lib shu ayollarning haqqi hamda ayollarning yaxshi muomala qilinish haqqi, ya'ni ikkinchi haqqi. Ayollarningki yaxshi muomala qilinish haqqi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا." Yani ayollar bilen çıraylıkça öğüt tutuş doğrusu tavsiye kılınan bu ayette yani ahırda yani ulanı elleri yaktırmasa çıraylıkça yaktırmagan o işin özü de çıraylık muamele kılışına belki o işin özü de bir elleri yaktırmagan işte bir yaxşılıkның ki bağlılığına tavsiye kılıp bayan kılınan bu ayette bunu çıkışıp durup biz kanda kılganda ayalı bilen çıraylıkça hayat geçirgen buludu. Yani kanda kılgan vaxtıda ayalı bilen çıraylıkça öy tutkan buludu yani. Endi şu okulgan ayetteki ve aşiruhunne bil ma'ruf. Ayetteki ma'ruf degen söz hakkında azırak toxtuluş doğru kılıdı. Ayetni normal tercüme kılgan vaxtımızda çıraylıkça öy tutun dep tercüme kılımız. Ama Arap til noktasından kirgenimizde ma'ruf söz degen asli insanın tabiatideki normal ahvalını
ma'ruf deymiz. Yani insanın tabiati, insanın asli yaratılma karakteri var insanın. Yani insanın bu cemiyette, dünyada yaşaşı üçün programlandığı bir program isteyimiz yeni tilden desek, insanın asli programımız ne? Biz ma'ruf deymiz. Bir de ma'ruf bilen öğüt tutunla degeni nemu dese, asli programma eğer ayılığa iken mehr muhabbet oluş gerek. Yani ma'ruf bilen öğüt tutunla degeni, çıraylıkça öğüt tutunla degeni aranlarda nim bolsun mehr muhabbet bolsun degen gep. Yani mehr muhabbetini boğulduraş üçün meyli er kişi olsun, ayıl kişi tarafından olsun bununla küçüş gerek. Bu Allah tarafından kelgen umumu noktadan bir mesuliyet yani. Öz ara insaf bolsun degen gep yani. Ma'ruf degenimiz. Çünkü insanın asli karakter mahiyeti insaf kılış. Öz ara hemkarlık bolsun degen gep. İnsaf kılış, hemkarlaşış, birisi-birisiga yordam qilish, birisi-birisini yaxshi ko'rish, suyish, boshqaning o ya'ni qarash tarafning sevgisini qo'lga keltirish insonning asli tabiati, asli xarakteri. Buningda inson o'zining asli xarakteri bo'yicha turmushini normal davom qila oladi. Qur'on davom bizni aslatadi bir ishqa. Sura Rumning 30-oyatida fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallohi allati fataran-nasa 'alayha. Davomliq aslatadigan bir tarafi fitratalloh. Fitratalloh degan nima desa, insonning vujudidagi asli program. Insonda ba'zi bir tabiatlar bor odamda. Masalan, inson turib boshqalarni yomon gumon qilib qoladigan bo'ladi. Turib boshqalarni bosqisi keladi, boshqalarga zulm qilgisi keladi, o'zini boshqalar oldida cho'ng tutqisi keladi. Masalan, bularning hammasi insonning asli programmasi emas. İnsanın asli programmasi Allah subhanahu wa ta'ala bizga Qur'on yoki hadis orqali bayon qilingan shaklda insonning normal turmushini davom qilish kafolatli qiladigan bir holat. Dal oyatda deyotgani sizlar shu bo'yicha qana qilinglar, yashang deyish kerak. Masalan, yana shu ma'ruf bilan yashanglar degan nuqtaga kelsak, buni tafsili izohlasak, muhabbatla yashang degan gap. Birisi-birisiga kunashla yashang degan gap, o'ytuting degan gap. Birisi-birisiga insof qilishdan o'ytuting degan gap. Orangda yuz bergan ba'zi poch-purat masalalarni o'tib o'tib yashang degan gap. Har kuni yangi bir sahifani ochib, yangi sahifa bilan yashang degan gap. Tunugun bir ish yuz berdi, bir hodisa yuz berdi, kallamizda bir xatolik qilib qoldi. O xatolik uzluksiz davom qildigan bo'lib qolsa, ya'ni bugun tunuga yuz bergan xatolikni aslisam, tuniga yuz bergan hodisini bugunga so'rab akasam, biz cho'ng masalaga tushamiz. Bu oila davom qilolmaydigan oila bo'ldi. Shunga bu yerdagi al-muashara bil ma'ruf, ya'ni go'zal chayliqcha uy tutinglar degani o'tirda go'zal aloqa bo'lsin. Chunki bu hayot sheriki, turmush davomlashishi kerak uni bilan, chunki kunda almashtirib tug'ilmaydi. Er kishiga nisbatan shu, ayol kishiga nisbatan shu. Agar bu yerda inchki hisobot qilaman desam, bu davomlashmaydi. Shunga Allah'ın bizga bergan oyatdagi ta'limotimiz shu. Qarindoshlarimizga bugungi programmamizda tavsiya qilganimiz shu: al-muashara bil ma'ruf, fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya'ni shayliqcha uy tutish kerak. Yani yuqori degandek mehr muhabbat bilan o'zaro hisobni inchki qilishmaslik bilan, masalan, mush shaklda uy tutamiz. Masalan, ya'ni shu taxmin izohlasak, Allah subhanahu wa ta'ala ayollarni o'ziga xos bir tabiatlar yaratgan. Ayollarga mos qiladigan bir ishlar bo'ladi bir oilada. Erlarni o'ziga xos tabiatlar yaratgan. Erga xos bir ishlar bo'ladi oilada. Har odam, ya'ni mayli er olsun, ayol olsun, o'zining tabiatiga yarasha, oiladagi o'zining vazifasini tunaganda. Masalan, ayol kishi bolalarini tarbiyalash, bolalarga mehr ko'rsatish, masalan, aileni retlash, erining xizmatini qilish degandek ishlarini joyida qilsa, bu ma'ruf bo'ladi. Kishi sirtning ishlarini, ig'ir ishlarini, ailening ig'ir yukini ustiga qo'qmasdan, mas'uliyatli bilan ololasa, ailesini qanaqatmasa, tashlayotmasa, och-yalang'och qo'yib qo'ymasa, masalan, mas'uliyatsizlik bilan ailening iqtisodini sirtqa buzib chachmaganida, bu kishi o'ziga yuklangan mas'uliyatni ado qilgan bo'ladi. Ya'ni bu ikki taraf ayol o'zining tabiatiga mos ustiga yuklangan mas'uliyatni ado qilganida,
er o'ziga xos, o'zining tabiatiga xos munosib keladigan mas'uliyatni ado qilganida bu yerda bir qanday o'tirib maydonga chiqadi, go'zal bir holat o'tirib chiqadi. Dal oyatdagi ma'ruf bilan yashanadiganiki, ma'ruf dal mushu oyatdagi. Allah razı olsun. O zaman bugünkü sohbetimizni müşahede ahırlaştırımız Ustaz Muhammed Ali. Allah razı olsun sizden. Allah'ım razı olsun. Hürmetlik kırındaşlar, bugünkü sohbetimizni müşahede ahırlaştırımız. Kilaqdimki sohbetni ko'rishguncha aman bo'linglar. Bu munosabat bilan Ustaz Muhammed Aliga Alloh taoladan dunyo va oxirat yaxshilik tilayman. Bu programni ko'rguchi barliq qarindoshlarga cheksiz rahmatimni bildiraman va shundaqla Alloh taoladan barliq vatan ichi va sirtida yashayotgan ayol qarindoshlarimizga Alloh va Allohning Rasuli rozi bo'lgan shaklda islomiy bir oila muhiti barpo qilishga muyassar qilishini Janob Alloh subhanahu va taoladan tilayman. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.